Home Life degan kompaniya haqida eshitdinglarmi? O'zbekistonga yangi kirib keldi. O'zi tashkil topganiga ancha bo'lgan, lekin O'zbekistonga yangi kompaniya bo'lib kirib keldi. Как mana Enelam ancha yil oldin yangi bo'lib kirib kelgandi, eslasanglar. O'sha paytda kirib, qo'shilib ishlagan qizlar hozirda уже ustozlar katta daromad olishadi. Greenleaf ham xuddi shunaqa boshida qo'shilganlar juda ham yaxshi daromad olishgan. Hozirgilar sal unchalik daromad olishmaydi. Chunki boshida qo'shilganlar ancha yaxshi daromadga chiqib olishadi. Chunki ular komanda qilishadi, komandalar bilan ishlashadi. Home Life kompaniyasi ham xuddi shunaqa yangi kirib keldi. Agar kirib qo'shilib hozirdan ishlasanglar, 6 oy, 1 yildan keyin sizlar уже o'zingizlarning komandanglar, o'zingizlar ustoz, o'zingizlarga katta daromad oladigan ustozlardan biriga aylanasizlar. Yangi kompaniya, shuning uchun sizlarga aytib o'tib ketaman. Men o'zimga ham juda ham ko'p mana shu haqida eshityapman-da, ishlaydigan qizlar haqida. O'zim ham rosa qiziqib ko'rdim. Ham Home Life kompaniyasida ishlash ancha oson ekan, qizlar, men solishtirib ko'rdim. O'zi bu Turkiyani kompaniyasi polni tabiiy eko mahsulotlar, inson organizmiga foyda beradigan mahsulotlar ishlab chiqaradi. Ozdiruvchi kofelar, har xil bad, vitaminlar yoki uy uchun sredstvalar, shampun, nimadir ishlatmoqchi bo'lsanglar, hammasi bu kompaniyada bor. O'zingizga kerak bo'ladigan mahsulotni oyiga, misol uchun, ko'p o'zingiz uchun xarajat qilasizlar, lekin bu kompaniyadan oddiy 300-400 ming so'mga ham misol uchun mahsulotlar olasizlar va sizlarga daromad yoziladi. O'zingizga kerakli narsalarni olasizlar. Va boshqalarni ham taklif qilib, boshqalarga tavsiya qilganingizga ham pul tushadi, qizlar. Oson, faqatgina telefon orqali ishlaysizlar. Jamoani o'zi sizlarga yordam beradi, podдержка beradi. Chunki jamoa sizlarga yordam bersa, ularning o'zlariga ham daromad yaxshi bo'ladi. Shuning uchun bunda bir-birini qo'llash juda ham kuchli. Eko tabiiy mahsulotlarni ham olasizlar, ham daromad qilasizlar. Agar ishlamoqchi bo'lsanglar, tez yozinglar. Boya aytganimdek, tezroq daromadga chiqa olasizlar.